deyapti, ashyo оборотов bor. Menga eng katta yordam Uzcarddan zerikdim. Homokart olmoqchiman, mikrokredit bankda счёtlarim. 3 ta firmam bor, uchalasi mikrokredit banki. Men faqat 56 Uzcarddan voditellarga, logistika bilan shug'ullanaman. Voditellarga faqat pulni foiz to'lab tashlayapman. Shuning uchun naqd pul yechib olamanda, boshqa bankka borib 9860 ga tashab, Hamkor bankdan ilovali orqali tashab yuribman xolos. Hozir ham misol zarur pul tashlashim 20, 23, 120 dan pul tashlamayapman chunki foiz poterasi qoldi. Nechta karta kerak sizga? Menga bitta yetadi. Bitta yetadi. O'zim nomimga. Bitta 9860 ga qilib beringlar, mendan bahramandman. Familiyasini aytmayman. Obidova G'ulay. Obidova. O'g'limni nomiga olmoqchi edim. Kim? Daraxtli Behruzbek. Necha yoshda? Talaba bo'lishdi bu yil. Oilaviy tadbirkorlikka nimasi necha yoshdan limitasi? To'g'ri. Belgilangan qanaqa tartibda? Muammo yo'q, biz sizga 100 milliongacha beramiz, lekin uni foizi 35% gacha bor. Agar shundoq nimasiz beriladigan bo'lsa, sizga davlat Peshaboy Majiddini. Endi qarangda, u mahallaga ham nima limit berilganda, agar bularning mahallasini limiti to'lib qoladigan bo'lsa, переброска qilinadi, qaysi mahallani hisobidan qilsa bo'ladi. Menga nima qilib beringlar? Qoramolga olmoqchiman, arizamni bank rad qilyapti. Rad qilgan sababi nima? Qarz yuklar. Hozir 3 ta mashinasi bor, shuni kimga iltimoqchimiz? Hamroh ayol dastur bo'yicha ariza berilgan. Qachondan xatlarni qani degan narsani sizlardan iltimos vaqtida qilib bersanglar, hech qanaqa muammo yo'q. Agar sizlar bilan bir yaxshi nimaga kirishib oladigan bo'lsak, kredit tarixiylar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bugun 33 million olgan bo'lsanglar, ertaga 100 million qilib beramiz, 200 million, 500 million mashina qilib, sizlar ham sekin o'zinglarni biznesinglarni yo'lga qo'yib boraverasizlar. Biza ham o'rganasiz, mahallasini qaysi mahalladan qaysi mahallaga kreditga qilish kerak bo'lsa, men qildirib qolmasam qiladi. Kredit bilan bog'liq masala umuman bo'lishi kerak. Bizda har oylik rejamiz bor. Tumanlar kesimida, viloyat kesimida har bitta viloyat, har bitta tuman bizda reja ko'rsatishga chiqishi shart. Limon chiqaramiz o'zimiz asosan ko'chat. Hozir ko'chatlarimiz bitib yotibdi, qalillashib. Yangi joylarim ham bor, kafilim ham bor. Limit yo'q deb chiqmayapti kreditim. oilaviy tadbirkorlikda nima limit qo'yilgan? Pullar bor, masalan, logistika bilan shug'ullanaman. 12 ta mashinam bor o'zim firmam balansida, furalar. Bundan tashqari ham ko'chadan ham mashina qo'yishga majburman-da, chunki zavodda ta'minlab berishim kerak. 3 ta zavodda shartnomasini olganman. Bir oyda 1 milliard 600 million oborot